Minecraftda nima qursam ham u tiriladi. Biz aynan shunday Minecraftda har xil narsalar qurib ularni tiriltira olamiz. Video juda ham ajoyib va qiziqarli bo'ladi. Oldingizga kirishga yoki non oling, maza qilib yeb ko'raverasiz. Men hozirchalik nima qilishni bilmayapman. Qanaqadir miyamga kelgan narsani hozirchalik qurib turaylik, balkim ideya kelib qolar. Hozirchalik bu qanaqadir uyda tomiga o'xshayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu oyoq nimadirlar qo'ysak, balkim nimadirlarga oyoqqa o'xshar balkim. Endi sal pal chidasa bo'ladi. Menga mana nihoyat ideya keldi. Men hozirchalik qurayotgan narsam qanaqadir tana bo'lishi mumkin. Men hozirchalik jitil qurmoqchiman. Oddiy jitil emas, uchadigan jitil. Sizlar miyalaringda qanaqa qilib uchadigan jitil tasavvur qilyapsizlar bilmadim, lekin men shunaqasidan qurmoqchiman. Bu uchadigan jitilimizni boshi bo'ladi, lekin hozirchalik boshi qanaqadir krokodil, bambalyoga o'xshab qolyapti, shuning uchun boshqatdan quramiz. Miyasi bo'sh bo'lib qolmasligi uchun va uchishni bilishi uchun uni to'ldirib qo'yamiz. Axir miyasi bo'sh bo'lsa uchishni qanday biladi? Men oldini shuncha quribman, lekin orqasiga e'tibor ham bermabman. Bu juda ham dahshatli. Hoziroq to'g'rilash kerak. Qurgan narsamga endi e'tibor beribman. Bu dahshatli. Balkim burunni qo'ysak hammasi yaxshi bo'lib ketar. Nima deysizlar? Hozir burunni qo'shamiz. Pastki xastalik bilan cho'g'lamiz va baribir dahshatli ko'rinyapti. Qurgan narsalarim tiriladi degan videoni olishda eng zo'r o'yinchilar ro'yxatida men oxirdan bitta oldinda bo'lsam kerak. Qurgan narsam kunduzi yonib ketadi deb o'ylab sal shomroq qurdim. Qani ko'ramiz devorning orqasida u bormi, yo'qmi? Qani u? Mana u, mana aynan shu yerda ekan. Qani uni borib ko'raylik-chi, men qurgan narsa bilan bir xilmikan? Menimcha o'xshash bo'lsa kerak, sal-pal bo'lsa ham. Va u rostdan ham uchishni biladi. Juda ham ajoyib, xuddi men qurganimdek. Lekin sal kichikroq, lekin bo'laveradi. Men u yonib ketishini bilib, yaxshi ham shom payti qilgan ekanman. Men ko'ryapsan, u yonib ketyapti va rostdan ham uni boshi jitil ekan. Endi bu safar menda ideya bor. Endi men juda ham katta o'rgimchak qurmoqchiman. U o'rgimchak shunchalik katta bo'lsinki, raqibini ezib tashlasin oyog'i bilan. Endi o'rgimchagimizga yana ikkita qo'shimcha ko'zlar qo'shamiz va uni atrofini yopib qo'ysak, boshi menimcha tayyor. Endi eng qiyin tarafi qoldi. Endi biz uni orqasidagi kodda va to'r o'tadigan joyini qilishimiz kerak. Bu juda ham qiyin bo'ladi. Endi o'rgimchagimizga oyoqlar qo'shsak yetarli. Orqasini qurib oldim va bunga mana bunday barmoqlar qo'shib qo'ysak chiroyli turar ekan. Va nihoyat men o'rgimchakni qurib bitirdim. Bu juda ham qiyin bo'ldi. Ayniqsa mana bu joylari. Uni orqasini qurish uchun anchagina vaqt ketdi. Qani ko'ramiz, men qurgan narsa qanday tirilibdi va u mana u juda ham ajoyib. Xuddi men qurganimdek emas u, lekin juda ham o'xshayapti. Orqasidagi to'r o'tadigan joyi juda ham katta qorishibdi bu yerda, lekin men qurganimga juda ham o'xshagan, ammo lekin siz o'ylashingiz mumkin bu oddiy o'rgimchakka o'xshaydi deb, lekin aslida unday emas. Men sizlarga hozir haqiqiy o'rgimchakni oldiga qo'yib ko'rsataman. Va uni tuxumi mana aynan bu biz qurgan o'rgimchak va aynan mana bu o'rgimchak kerak bizga va mana bu o'rgimchak bilan mana bu o'rgimchakda farqini ko'ryapsizlarmi? Bunaqadan xuddi aka-uka bo'lib qolishgan. Men qurgan o'rgimchakning orqasi juda ham katta ekan. Men qurganimda esa bunchalik katta emas edi. Lekin men qurganimga sal-pal bo'lsa ham o'xshashlik bor, faqat meniki sal negirroq. Bu safar men qanaqadir gigant qurmoqchiman. Oddiy gigant emas, juda ham kuchli, baquvvat gigant. U gigantni ko'zlari qop-qora, qo'rqinchli bo'lishi kerak. Shuning uchun avval oyog'idan boshlashimiz kerak, lekin oyog'ini men hozirchalik uncha yaxshi qura olmayapman. Va mana uning oyoqlari menimcha o'xshagan deb o'ylayman. Qo'lini qurib bo'ldim va to'rtburchak qo'l bo'lib qolmasligi uchun ikkita barmoq qo'shamiz. Va tanasi menimcha juda ham ajoyib chiqdi deb o'ylayman. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Men o'zimga o'zim 10 dan 8 beraman, chunki mana bu yer juda ham g'alati chiqib qolgan. Men unga yarim soatdan beri ko'z qilishga harakat qilyapman, lekin ko'zi hech o'xshamayapti. Balki unga shunchaki qora ko'zlar qo'yish kerakdir yoki Stevni ko'zida qaqib qo'yishim kerak. Nega sen u yerga qarayapsan? Yo'q, men bunga chida olmayman. Mayli, undan ko'ra ikkinchi qo'lni qilib turaylik, ko'zlarni keyinroq hal qilamiz. Qo'li qanaqadir g'alati chiqib qolmasligi uchun mana bunday narsalar qo'shyapman va juda ham ajoyib chiqyapti. Lekin nega bug'lay? Men unga shunchaki qora ko'zlar qo'shgandim va bunga juda ham ajoyib turdi va men shunchaki oddiygina qora ko'zlar qo'shmagan ekanman shu paytgacha. Hoziroq devorning orqasiga o'tib kiribcha meni ichim siqmay ketyapti. Qani ko'ramiz, men qurgan narsa va mana u men qurgan narsa. Mana buni qarang, bundan zo'ri bo'lishi mumkin emas bu dunyoda. Ko'zlarga e'tibor bering. Xuddi men qurganimdek qop-qora va juda ham ajoyib chiqibdi. Qani ko'ramiz, bu men survival rejimda urarmikan yoki yo'q. Va bu albatta qurganimga juda ham ajoyib o'xshaydi.
allaqachon u kimdir bilan urushib ketishni boshladi va u qanaqadir elf bo'lsa kerak va uni 2 zarbada yo'q qildimi? Biz qurgan narsa o'zimizga vafodor bo'lgani uchun birinchi boshlamasak ekan. Kelinglar o'zimiz birinchi boshlaymiz va u juda ham menga tez yugurib kelyapti. Hozir u meni 2 zarbada yo'q qilsa, men o'lib ketishim mumkin. Shuning uchun asta-sekinlik bilan uzoqdan jang qilamiz. Yo'q, asta-asta yo'q, hozir o'lib ketaman men. Men qurgan narsa uni anchagina kuchli chiqib qoldi. Men unchalik kuchli deb o'ylamadim lekin. Va uzoqdan turib jang qilsak albatta uni yutamiz-ku, lekin uzoqdan turib jang qilish sal g'irromlik bo'ladi-da. Shuning uchun oldiga kelaylik, balkim sal jang qiziqroq bo'lar. Bu yerda jang unchalik umuman qiziqarli bo'lmayapti. Voy Golem, men seni qurdim. Qani sen meni o'ldira olasanmi? Yo'q, o'ldira olarkansan. Yo'q, 3 ta jonim qoldi. Nima? Bitta jonim qoldi. Yo'q, bu juda ham qattiq chiqib qoldi-ku. Hozir meni o'ldiradi. Bu videoni tayyorlash oson bo'lgani yo'q. Menimcha bu video sizga ham yoqdi, to'g'rimi? Shuning uchun videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying.